Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun inshaalloh arab tilida ha harfini o'rganamiz. Ha harfi 4 ta shaklga ega. Alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Mahraji halqumning eng quyi qismi, ya'ni ingichkasidir deyapti. Ya'ni bu harfning talaffuzi o'ta yumshoq qilinib, hech qanday to'siqqa uchramasdan chiqishi kerak. Buni talaffuzi sal qiyinroq. YouTube'dan yana videolar ko'rib o'rgansanglar bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Mashqlarni o'qiymiz. Inshaalloh mashqlarida o'rganamiz, Alloh xohlasa. Xo'p, yozuvda e'tibor beringlar. Bu shakli o'rtadagi shaklida shu satr pastga tushishi kerak bo'ladi. Satr chiziqdan pastga yoziladi bu. Yarmi ya'ni. Xo'p, mashqlarni o'qiymiz. Hum, hum, hunna, hunna, hiya, hiya, hilalun, hilalun. Bu yerda mana l bu harfimiz sal boshqacharoq. L ga alifni qo'shilgani. Xo'p. Huna, huna bu yerda. Hal, hal bu mi qo'shimchasi ekan. Hop, hilalun mana yangi oy degan ekan. Mana e'tibor beringlar. Ya'ni qilib buni ha bo'lib ketmashi kerak, ya'ni yumshoq talaffuz qilinishi kerak. Xo'p. Man antum, man antum. Man kim degani? Antum sizlar, ya'ni kim sizlar? Man hum, hum ular degani. Mana bu yoqda ular. Ular hunna bo'lsa ular muannas, ya'ni qizlar uchun. Qizlarga nisbatan ishlatiladi. Hiya bu ham u qizlar uchun ishlatiladi. Shuning uchun qizlarga qilib qo'yilgan. Hop, man hiya. Mana man hiya kim u. Hiya bint. Hiya u bint qiz. Man hunna kim ular. Mana ular, ya'ni u qizlar kim? Hunna banat. Ular qizlar. Ayna kitab. Kitab ya'ni kitob. Kitob qayerda? Kitab huna. Kitob bu yerda.